Tak, encapsulation mavzusiga o'tishdan oldin hozir konstruktorni ozgina yana bitta takrorlab olamiz, mustahkamlab olamiz, chunki encapsulation mavzusida ham muhim narsa. Xo'p, konstruktor nima degan savoliga o'ylanib o'tirmasdan javob bera olasizmi shunda? Abdulaziz nima ekan konstruktor o'tgan darsga emas? Ha? Yo'q, bu xato u. Metod desak bo'lmaydi. Konstruktor nima? Muhammadjon, konstruktor nima shunda? Marhamat. Siz javob bering ham. Shuhrat. Xo'p, Ravshanbek siz ayting. Eng birinchi o'sha joyi muhim joyi bor. Obyekt yangi obyekt yaratilgan payti birinchi ishga tushadigan narsa mana shu konstruktor bo'ladi. O'sha konstruktor orqali biz nima qila olamizki? Ha? Konstruktorning maqsadi nima bo'ldi shunda? Fieldlarga qiymatlarni berib yuborsak bo'ladi konstruktor orqali. Xo'p, hozir bizda qaranglar, user degan mana bunaqa klass bor. Ichidagi boshqa narsalarni o'chirib yubordim. Userning ichida faqatgina first name, last name, phone number, age bor. Xo'p, qaranglar, yaxshilab e'tibor beringlar. Klassning ichida, user klassining ichida faqatgina 4 tagina field qoldi, boshqa hech narsa yo'q. Faqat 4 ta field bor xolos. Shohjahon qaranglar. Telefonni yanglishtirib qo'yaylik. Boshqa narsa yo'q, mana 4 tagina field turibdi. Konstruktor ham yozmadim, boshqa o'zgaruvchi ham yozmadim, metod ham yo'q. Hech narsa yo'q. Va main ichida, bu yerda main klassning ichida, mana main metodning ichida chaqiraman user degan o'zgaruvchi ochaman birinchi. User tipida user 1 degan o'zgaruvchi ochdim. Va barobar bilan bunga yangi obyekt yaratib solib qo'yamiz. New user desak, qavsini ochib yopsak, yangi obyekt yaratiladimi? Yaratildi. Qaranglar, mana bu joyda qavsini ochgan payt, ochib yopgan paytimiz aslida yangi obyektning konstruktoriga murojaat qilgan bo'lamiz-da biz. Lekin yangi obyektda biz konstruktor yozmadik-ku. Yozmasak ham mana bu joyda qavsini ochib yopgan paytimiz konstruktor ishlayapti. Ya'ni default konstruktor bor degandiga o'sha narsani yaxshilab eslab qolinglar. Har bitta klassning ichida, klassdan yangi obyekt yaratgan paytimiz o'sha obyektda default konstruktor bo'ladi o'zi. Lekin u bizga ko'rinmaydi. Mana shu joyda как bunga o'xshagan konstruktor bor. Mana shunaqa holatda bo'lardi. Agar bizga ko'ringanda shunaqa holatda bo'lardi. Lekin u ko'rinmaydi, shunaqa holatda default konstruktor bo'ladi o'zida. Ya'ni yangi obyekt yaratgan paytimiz mana new user dedikda klassning nomini yopdik, ya'ni yozdik. Klassning nomini yozib, qavsini ochib yopsak, konstruktor chaqiriladi-ku. Lekin konstruktor yozmasak ham mana shu ishlayapti, qavsini ochib yopsak, chaqirilyapti. O'sha default konstruktorga murojaat qilgan bo'ladimi shunda? Xuddi shunaqa. Endi yozsak-chi mana bunaqa qilib konstruktor yozsak. Default konstruktor yo'q bo'lib ketadi. Mana shu bizning no argument konstruktorimiz paydo bo'ladi. Bunga ham murojaat qilsa bo'ladi? Mana user deb turib, yangi obyekt yaratgan paytimiz qavsini ochib yopsak, endi qaysi konstruktorga murojaat qildi? Default konstruktorgami yoki no argument konstruktorgami? Mana bunga xuddi shunaqa. Endi pastdan yana bitta konstruktor yaratamiz. Public user string first name deymizda, ichiga this first name ga solib qo'yamiz. Parametr deb kelgan first name. Endi qaranglar, xato bermayapti. Chunki bizda ikkita konstruktor bor. No argument konstruktor, keyin parameterized konstruktor bor. Endi ichiga bitta narsa beraversak-chi mana bu. Ali deb beraversak. Bu ham ishlaydimi? Chunki bitta parametr qabul qiladigan konstruktor yozib qo'ydik-a. Bu ham ishlaydi. Demak, u ham bunaqa qilib ham bersak bo'ladi. Xohlasak hammasiga qabul qiladigansa yozib qo'yamiz. Xohlasak bittasiga shunaqa holatda yozib qo'ysak bo'ladi. Endi konstruktor bermasdan bu obyektning ichidagi qiymatlarni mana bunaqa qilib to'ldirsa ham bo'ladimi? First name teng Ali deb bo'ladi. Bu yerdan boshqa joydan yana obyekt yaratsak, yana shunaqa qilib to'ldirsak bo'ladi. Bemalol. Birinchi usul qulayroq, shunaqa konstruktor orqali. Endi qaranglar, mana bu joyda konstruktor orqali to'ldiradigan bo'lsak, biz mana bu joyda mana bu first name degan fieldga через konstruktor berib yuboryapmiz qiymatni. Shu joyda ham muhim ma'lumot aytaman. Hozir qarab turinglar. Hamma qarasin, chalg'imanglar. Mana bu joyda
hozir shundoq Ali deb berib oladigan bo'lsam konstruktorda bu yerda через konstruktor orqali berib olyapman mana bu first name ga qiymatni. Birinchi konstruktorga keladi parametrda, keyin o'sha first name ga mana bunaqa holatda solib qo'yadi. Tushunyapsizmi? Endi bunaqa qilib bermasak, mana Alini bunaqa qilib bermasakda, mana qilsakchi user birni ichidagi first name ga Alini solib qo'ysak. Через nimadir orqali beryapmizmi yo to'g'ridan to'g'ri solib qo'yapmizmi o'zgarchi? To'g'ridan to'g'ri solib qo'yapmiz. Endi bu best practice emas, ya'ni yaxshi ish emas bunaqa qilib to'g'ridan to'g'ri solib qo'yish. Aslida bunaqa qilinmaydi dasturlashda. Sababi to'g'ridan to'g'ri solib qo'yilganda biza bu kirib kelayotgan qiymatni tekshira olmaymiz biz. Masalan, tasavvur qiling, mana shu userda parol degan yana bitta o'zgaruvchi bor. Parol, ya'ni password. String password degan o'zgaruvchisi bor. Endi mana shu joyda passwordga to'g'ridan to'g'ri qiymat bera olamiz biz. Mana user1.password deymizda mana bunaqa qilib prosta t degan narsani yozib qo'yamiz. T. Mana shu t deb nom, mana shu t degan parolni qo'yadimi-ki, o'rnatadimi o'shanga? Biz hozir to'g'ridan to'g'ri mana shu t-ni passwordga solib qo'ysak tekshira olamizmi nima solayotganligini? Tekshira olmaymiz. Через nimadir orqali solsak, lekin tekshira oladigan bo'lardik. Yo konstruktor orqali solsak, yoki bo'lmasa qanaqadir metod orqali solsak tekshira olardik uni. Hozir mana userning ichida, masalan, mana bu first name emasda password bo'lsa, mana bu joyda ham this passwordga solib qo'yamiz. Parametrda kirib kelgan passwordni. Endi mana shu joyda tekshirib solib qo'yish imkoniyatimiz bormi? Ya'ni if agar parametrda kirib kelgan passwordning lengthi katta yoki teng bo'lsa 8 dan shundagina solib qo'y deb tekshirib solib qo'ya olamizmi? Konstruktorda solib qo'ysak? Chunki через konstruktor orqali solyapmiz, bunda solib qo'ya olamiz, shunaqa qilib tekshirib sola olamiz. Nima kirib kelganini nazorat qila olamizmi endi biz? To'g'ridan to'g'ri solsakchi. Hozir qaranglar, men tushuntiraman. Mana bu passwordga to'g'ridan to'g'ri t ni solib qo'ydik. Pastdan system out printda user birning ichidagi password degan o'zgaruvchisini ekranga chiqarsak, o'sha t ni o'zi chiqadimi? T ni o'zi chiqdi mana. Demak, solinibdi u, to'g'rimi? Solingan. Endi mana konstruktor orqali solsakchi. Mana qilib passwordni masalan ket chiziqcha 1 2 3 4 desak. Kamida 8 tami? Bu solinadi endi. Ket chiziqcha 1 2 3 4 bo'lib chiqadi mana passwordini chiqarsak. Solinibdi, demak. Buni qabul qildi. Lekin mana buni qilsak qabul qiladimi? Ket o'zini yozsak. Qabul qilmaydi. O'zlashtirib solib qo'ymaydi. Solib qo'ymaganidan keyin null chiqadi. Passwordga solmabdi, demak, ket bo'lgandan keyin. Tushunyapsizmi? Biz kirib chiqib turgan ma'lumotlarni to'g'ridan to'g'ri solib qo'ysak nazorat qila olmaymiz. Shuning uchun biz to'g'ridan to'g'ri kirib kelishni cheklab qo'yishimiz kerak. Cheklab qo'yishni hozir yangi mavzuda o'tamiz. Hozir muammoni tushundinglarmi, nima bo'lishini? Bu yerda hozir hakkerlarga nima bo'ladi? Yem bo'ladi bunaqa nimalar. Ya'ni bunaqa o'zgaruvchilar ochib qo'yish yoki bo'lmasa masalan muhim bo'lsa bitta karta ma'lumotlar bo'lsa, karta raqam, kartani balansi bo'lsa, o'sha kartani balansidan qanaqadir murojaat qilish oson bo'lib qoladi. To'g'ridan to'g'ri murojaat qilish bo'lsa. Bu juda oson bo'ladi. Xo'p, ya'ni qarang, hozir to'liq tushunish shart emas. Yangi mavzuni o'tganingizdan keyin ham tushunsangiz bo'ladi bu joyni. Yangi mavzuni hozir sekin boshlab qo'yapman. Bu yerda muammo 8 dan kichkina bo'ladigan bo'lsa, uni solib qo'ysak bo'lmaydi. Shunaqa. Xo'p, endi qaranglar. Yangi mavzuga o'tgandan keyin bularni tushuntirib beraman batafsil, hozir hali tushunib olasizlar. Bugungi mavzumiz encapsulation. Eshitganmisizlar qayerdadir buni? Encapsulation. Nima o'zi bu? Encapsulation. Shunaqa. Ya'ni OP ning 4 ta ustunidan bittasimi? O'zi 6 ta konsepsiyasi bor. 6 ta konsepsiyasini biz ikkitasini bilamiz o'zi, to'g'ri? 6 ta konsepsiyasi. Ya'ni class, encapsulation, inheritance, polymorphism, keyin abstraction. Shular. Va obyektdan bor, object. Shu 6 ta narsa bor edi, konsepsiyasi. O'shalardan biz class bilan obyektni bilamiz o'zi. Class bilan object. Endi alohida ustunlarga to'xtalamiz. Alohida ustunlardan birinchi ustuni encapsulation'dir. Shu encapsulation nimaligini o'rganamiz. Eng muhim tamoyillardan bittasi birinchi bo'lib o'tyapmiz, shuning uchun ham yaxshilab e'tibor berib turinglar. Marjon, yozmay turinglar, yopib tursanglar ham bo'ladi notebooklarni. Demak, encapsulation o'zi nima? Qaranglar, kapsula deyapti, mana qaranglar, kapsula. Kapsula, ya'ni encapsulation'ni tarjima qilsak, kapsulaga olish
deb tarjima bo'ladimi? Kapsulaga olish. Xuddi shunaqa qiladigan nimasi ham tasavvuringlarda shunaqa paydo bo'ladi hozir. Biz klassning ichidagi ma'lumotlarni kapsulaga olamiz. Kapsulaga olish degani bu himoyalashga o'xshagan narsa. Tushunyapsizmi? Kapsulaga olish. Hozir tushuntiraman buni. What is encapsulation? Demak, bu encapsulation nima degan savolga mana bunaqa javob beramiz. Yaxshilab eshitib olinglar. Encapsulation bu klassning ichidagi o'zgaruvchilar, fieldlar va metodlarni bog'lab ishlatish encapsulation deyiladi. Encapsulation bu klassning ichidagi field va metodlarni bog'lab ishlatish. Bunga ta'rifni hozir kod yozgan paytimizda tushunib olasizlar. Bu ta'rif bilan hali tushunmasligingiz mumkin. Mana bu joyda qaranglar. Field nimaligini bilasizlar? Field o'zgaruvchilar, klass o'zgaruvchilari. Metod o'sha nimada ish bajaradigan kodlarning bloki. O'sha fieldlar bilan metodlarni bir-biriga bog'liq holatda ishlatish encapsulation hisoblanadi. Hali to'xtalamiz bunga. Mana bu joyda yozgan mana class kapsula, mana bu data degani o'sha fieldlarning ichida data bo'ladi-yu, ma'lumotlar bo'ladi. Va o'sha datalar bilan ma'lumotlar bilan metodlarni bog'lab ishlatish mana shunaqa kapsulaga olish encapsulation deyiladi. Endi data hiding degan narsa bor. Data hiding degani mana shu klassimizga kirib chiqib turgan ma'lumotlarni boshqarish degani. Kirib chiqib turgan ma'lumotlar borku, masalan, deylik biz hozir ismni solib qo'ysak bo'ladi klassimiz ichida, ya'ni obyektning ichidagi o'zgaruvchiga. Yoki bo'lmasa parolni solib qo'ysak bo'ladi. O'sha kirib chiqib turgan ma'lumotlarni boshqarishimizga data hiding deyiladi. Hozir tushuntiraman buni. Qaranglar. Tak, user klassini. Demak, bu user klassi bilan emas, boshqa misol bilan tushuntirib olaman. Sizlarga yangi bitta obyekt yarataylik, yangi bitta proyekt. Yangi proyekt bilan ko'ramiz buni. Lesson 2 deymiz. Lesson 2 ning ichidan tushuntirib beraman sizlarga. Hop, buni ichida package yaratamiz. Birinchi navbatda package lessons.main klassini yaratdik va ichida main metod. Endi bitta yangi klass yaratishimiz kerak. Mana lessons packagening ichida yangi bitta klass. Xo'p, bu klassni ham user deb yarataveramiz. Klassning nomini user va buni ichida ko'p yozib o'tirmayman, ikkita ma'lumot yozaman. Masalan, string phone number, keyin string password deylik, yetadi shu. Password. Telefon raqami bilan parol. Masalan, bitta profilda bor, telefon raqami bo'ladi, paroli bo'ladi. Shunaqa bitta profilga kira olamiz shular orqali, to'g'rimi? Telefon raqamimizni kiritamiz, o'shani parolni kiritamiz, profilimiz parolni. Keyin yo Instagram yoki Telegram shunga o'xshagan narsalarga login qilib kirsak bo'ladi, to'g'rimi? Endi mana shunaqa ma'lumotlarimiz bor va bu ma'lumotlarga to'g'ridan-to'g'ri murojaat qila olamiz hozir. Sababi mana bu joyda access modifier degan narsa bor, ruxsat beradigan access modifier degan narsasi. O'sha narsa yozmaydigan bo'lsak, o'zi mana publicga o'xshab turadi. Bu narsani tushuntiraman, alohida o'tamiz. Mana shunaqa publicga o'xshab turadi. Public degani ommaviy degani edi. Xohlagan joyda murojaat qilaveramizda bularga. Public, ommaviy. Mana shunaqa public bo'lib tursa, biz murojaat qila olamiz hozir va bu yerda konstruktor ochmasak ham bularga murojaat qilsak bo'ladi. Deylik, bu yerga kelamiz. Yangi obyekt yaratamiz userdan. User 1 deymizda, teng new user qilib yangi obyekt yaratamiz va user 1 degan obyektni o'zgaruvchisi bor, phone number. Bu o'zgaruvchisiga to'g'ridan-to'g'ri solib qo'ya olamizmi telefon raqam? Mana shu to'g'ridan-to'g'ri solsak bo'ladi. Cheres nimadir orqali solmayapmiz, hozir hamma tushunda. To'g'ridan-to'g'ri o'sha o'zgaruvchini o'ziga solyapmiz. Demak, pastdan user 1.password deymizda, passwordga ham to'g'ridan-to'g'ri solamiz. Masalan, ket chiziqda 1 2 3 4 bilan. To'g'ridan-to'g'ri solib qo'ydik va pastdan endi mana shu ma'lumotlarni ekranga chiqarmoqchi bo'lsak, bitta-bitta chiqarib bermasdan mana bu joyga bitta metod ham ochib qo'yamizmi? Public void print data deymizda. Ichida xuddi boyagidek printf ochamiz. Printfda phone number, keyin foiz s, keyingisi password. Bu ham foiz s. Keyin backslash n davomidan phone number yozamiz, keyin password yozamiz. Masalan, ekranga chiqarib qo'yadigan printf yozib qo'yamiz va bu yerdan endi user 1.print data ni yozadigan bo'lsak, o'zi ma'lumotlarni chiqarib beradimi? Endi mana shuni ishlatib ko'rsak, hozir o'sha ikkita ma'lumot kelib chiqadi ekranga. Phone number chiqdi, parol ham chiqdi mana. Demak, normal.
Endi telefon raqamni mana bunaqa qilib yaroqsiz kiritib qo'ysakchi, masalan, g'alatiroq telefon raqam kiritib qo'ysak. 934 kiritib qo'ysak masalan. Yoki bo'lmasa parolga mana bunaqa ikkita belgi kiritib qo'ysak. Parollar odatda uzunroq, kamida 8 ta belgi bo'lishi kerak parol. Shunda yaroqli parol bo'ladimi? Endi ikkita belgi kiritib qo'ysak prosta. A deb turib ikkita belgi kiritib qo'yadigan bo'lsak, bu yaroqli parolmi? Yo'q. Telefon raqamchi? Bu ham yaroqsiz, to'g'rimi? Biz buni endi savol, mana shuni tekshira olamizmi? To'g'ridan to'g'ri solingan paytda nima kiritayotganligini. Tekshira olmaymiz-a? Sababi nimadir orqali kelmayapti. Demak, sizlar tasavvur qilinglar, mana bunaqa narsa bo'ladi. Svet yoqmasa ko'rinadi. Mana shu kichkina narsa bo'ladi. Yoqmasa ko'rinadi svet. Masalan, qarang, bizning obyektimiz bor edi. Bizning obyektimizdagi mana shu o'zgaruvchiga fon nomer degan o'zgaruvchi bilan password degan o'zgaruvchilarimizga xohlagan joyda ma'lumot solib qo'ysak bo'ladi hozir. Chunki ikkala o'zgaruvchi ham klassning ichida public turadi, ommaviyda xohlagan joyda ma'lumot solsak bo'ladi. Parolga ham solib qo'ysak bo'ladi. Xohlasak olsak bo'ladi u parolni. Tushunasizmi? Public. Ya'ni bu yoqdan boshqa deylik front-enddan murojaat qilgan mana shu password degan o'zgaruvchiga o'sha parolni olsak bo'ladi. Ya'ni hacking qilsak bo'ladi, hakkerlik orqali mana shu parolni bilib olsak bo'ladi. Telefon raqamini bilib olsak bo'ladi, parolni bilib olsak bo'ladi. Nimadir orqali kelmayapti, ya'ni bu yerga ma'lumot nimadir orqali kirib kelmayapti va nimadir olgan paytimizda nimadir orqali chiqib ketmayapti. Xohlagan joydan kirsak bo'ladi. Endi biz shunday narsa qilishimiz kerakki, bu joyda ma'lumotlar xavfsiz turishi kerak, ya'ni mana bunaqa narsa bo'lishi kerak. Bitta obyekt bo'lishi kerak, bunga kiradigan bittagina eshik bo'lishi kerak. Yani ben mesela fon nomer bo'ladigan bo'lsa, mana shu fon nomerda mana shu bittagina eshik bo'lishi kerak. Shu biza kirib chiqib turgan ma'lumotni boshqara olishimiz uchun. Tushunasizmi? Masalan, deylik, mana bunaqa bo'lsa, bitta davlat bo'ladigan bo'lsa, davlatga ham chegaralari bor, o'shanga kirib chiqib turadigan tamojniyalar bo'ladi. Xohlagan joydan kirib chiqib yurmaymiz-ku, to'g'rimi? Nima uchun o'sha tamojniyalar kerak o'zi? Kirib chiqib turgan odamlarni nazorat qilish uchun kerakmi? Agar xohlagan joyda kira oladigan public bo'lganda nima bo'ladi? Hamma joy public bo'lganda kirib chiqib turgan narsalarni odamlarni nazorat qila olmaymiz, to'g'rimi? Shuning uchun ham kerakmi kirib chiqib turadigan mamlakatda tamojniya? Demak, bizda o'sha tamojniya yo'q hozir, o'shanaqa public bo'lyapti chegaralar. Xohlagan joydan ma'lumot qo'yib qo'ysa bo'ladi, xohlagan joydan olsa bo'ladi. Shuning uchun ham ma'lumotlar kirib chiqishini biz nazorat qilishimiz kerak. Qanaqadir belgilangan joyda kirib chiqish kerak. Shu narsani aytyapman. Bu yerda hozir muammo bor, bizlar yozgan user degan klassimizda, chunki public o'zgaruvchilar. Masalan, bu yerda password degan o'zgaruvchi bor. Mana shu passwordga ham kirib chiqib turgan bitta eshik bo'lishi kerak. Mana shu joyda ma'lumotlar kirib chiqish kerak. Bizlar shuni nazorat qilamiz. Bizlarda bunaqa bo'lmayapti-da, mana bu eshiklar yo'q. Xohlagan joydan kirib chiqsa bo'ladi, chunki public o'zgaruvchilar. Endi mana shuni nazorat qilish o'rgataman. Tushuntiraman. Muammoni tushunyapsizlarmi qilib? Nima muammoligini? Juda 100% tushunmadinglar, bilaman, 100% tushunish ham shart emas hozir. Bu yerdami? Yo'q, bu tasavvur qiling, mana bu joy front-end, mana front-end bor-ku, mana page ekranda bizga ko'rinadigan qismi. O'sha front-enddan biz yangi parol yaratayotgan paytimiz, deylik Instagramda registratsiya bo'lyapmiz. Instagramda registratsiya bo'layotgan paytimiz yangi parol yaratyapmiz. O'sha ikkita a kiritib qo'ydik. Buni qabul qilaversa bo'ladimi? Oson parol bo'lib qoladi, xavfli bo'lib qoladi, to'g'rimi? Profil xavfli bo'lib qoladi. Shuning uchun front-enddan kirib kelgan ma'lumotni nima bo'lsa ham qabul qilavermasligimiz kerak-da biz backend sifatida. Biz backendchi bo'lmoqchimiz hammamiz. Backendchi bo'lgandan keyin mana shu yozgan kodlarimiz xavfsizlik jihatdan zo'r yozilgan bo'lishi kerak. Shuning uchun kirib chiqib turgan ma'lumotlarni tekshirishimiz kerak biz. Ya'ni mana bu joyda to'g'ridan-to'g'ri o'zgaruvchiga murojaatni cheklab qo'yishimiz kerak. Murojaatni cheklab qo'yishimiz uchun biz mana bu o'zgaruvchilarni ko'rinish doirasini, access modifier deyiladi, ko'rinish doirasini public emas, private qilib qo'yishimiz kerak. Private. Bu access modifierlarni o'rgataman hali. Hozircha mana shu private degani mana shu klassning ichidan boshqa joyda ko'rinmaydi degani mana. Phone numberni private qilib qo'ydim. Endi bu yoqqa mainga keladigan bo'lsak, mana qarang. Main ichida user bir tochkada phone number deb chaqirsak, yo'q, bu yoqdan ko'rinmayapti o'sha. Bu statikga o'xshagan narsa ekan. Statik yozsak ham bu yoqda ko'rinmaydi. Statikmi? Yo'q, statikni yozsak, ana klassning nomidan nuqta qo'ysak chiqadi-ku statikda. Bu klassning nomidan nuqta qo'yib ham chaqira olmaymiz, obyektdan ham chaqira olmaymiz. Umuman boshqa. Umuman uje ana kapsulaga olindi deb tasavvur qilsanglar ham bo'ladi bu. Private. Xullas, mana bu klassning ichida ko'rinadi xolos private o'zgaruvchilar.
private o'zgaruvchi yoki private metodlar klassning ichida ko'rinadi faqat. Klassning figurniy qavsining ichida. Ko'ringlar, mana password ko'rinyapti chunki public edi mana. Bu yoqdan password ko'rinyaptimi? Mana bu phone number qizil ko'rsatib qoldi, xato berib qoldi. Chunki bu private ko'rinmaydi bu yoqdan. Mana buni o'chirib turaman. Mana qaytadan yozsak ham mana joyda mana user1 tochka print data degan metod ko'rinyapti, password degan o'zgaruvchi ko'rinyapti-yu, lekin phone number ko'rinmay qoldi. Nima sababdan ko'rinmay qolganligini ham tushundingmi? Chunki uni access modifierni ko'rinish doirasini public emas, private ga o'zgartirib qo'ydik. Tushunali? Endi mana buni ham biz private qilishimiz kerak. Private va mana bu narsani print data degani turaversin mayli, keyin kerak bo'ladi bizga. Endi qaranglar, bu ham ko'rinmay qoldi mana. User1 password degani ham ko'rinmay qoldi. Endi bunga qiymatni qanday beramiz desanglar, bizda endi ikkita tushuncha bor. Mana bu tushuncha, xullas accessor degan tushuncha bor. Keyin xullas mana bu getter setter degan tushuncha bor. O'shalarni ko'rishimiz kerak, o'rganishimiz kerak. Mana bu setter degani mana bu o'zgaruvchilarga qiymat berib qo'yish uchun tushuncha. Ya'ni qiymatni set qilib qo'yishimiz kerak. Qiymatni bunga solib qo'yishimiz uchun setter degan tushunchadan foydalanamiz. Bu qiymatlarni olishimiz uchun, o'qishimiz uchun biz getter degan tushunchadan foydalanamiz. Ya'ni biz через nimadir orqali murojaat qilamiz bu ma'lumotlarga. Qaranglar, bu ma'lumotlar telefon raqami bilan parol muhim ma'lumotlarmi? Muhim ma'lumot. Muhim ma'lumot bo'lgandan keyin через nimadir orqali borishimiz kerak bunda. Masalan, O'zbekistonni mana shu davlat tizimini qaraydigan bo'lsak, davlat tizimidagi bir muhim shaxslarga biz to'g'ridan to'g'ri bora olmaymiz, to'g'ri? Через nimadirlar orqali chiqsak bo'ladi. To'g'ri? Tushunyapsizlar? Ya'ni muhim ma'lumotga to'g'ridan to'g'ri borish hayotda ham mumkin emas, dasturlashda ham mumkin emas bo'lishi kerak. Через nimadir orqali borishimiz kerak. Bu yerda ham mana shu muhim ma'lumotlarga через metodlar orqali borishimiz kerak. Set qilib qo'yish uchun ham, ya'ni qiymat berib qo'yish uchun ham qanaqadir metod orqali boramiz. Qiymatni o'qib olish uchun ham qanaqadir metod orqali o'qib olamiz. Shuni tushuntirib beraman endi, qaranglar. Biz hozir telefon raqami bilan parol solib qo'yishimiz kerak mana shu filtrlarga. Lekin solib qo'yish imkoniyati endi bizda cheklandi, chunki user1.phone number desak chiqmaydi. O'shani endi solib qo'yishimiz uchun ikkita o'zgaruvchi ochamiz. Mana telefon raqami uchun. Mana bunaqa o'zgaruvchi ochamiz. Mana public bo'ladi uniki, lekin chunki bu yoqdan ko'rinishi kerak-ku maindan. Agar private bo'lsa ko'rinmay qoladi. Public subset qilib qo'yishimiz kerak, void bo'ladi return type va bu set phone number deb nomlanadi. Va parametrda string phone number degan o'zgaruvchi kirib keladi. Va buni ichida this phone numberga password bo'lib ketdi. This phone numberga mana parametrda kirib kelgan phone numberni solib qo'yishimiz kerak. Bu metodni vazifasi mana shu telefon raqamiga, klassning ichidagi telefon raqamiga foydalanuvchi kiritgan telefon raqamini solib qo'yish. Masalan, men Instagramga kirib yangi profil yaratmoqchiman, registratsiya qilishim kerak-ku, telefon raqam, parol kiritishim kerakmi? O'sha telefon raqamini kiritgan paytim mana shu metod orqali kirib keladi endi meni kiritgan telefon raqamim. Endi o'sha kirib kelgan telefon raqamini mana shu yerda tekshira olamanmi men? Uzunligini, nimaligini, masalan 93likmi, 90likmi yoki plus 99.8 bo'lsa O'zbekistonniki bo'ladi masalan. O'sha narsalarni tekshira olamanmi endi mana metodning ichida? Tushunyapsizmi? Tekshira olaman a? Shunda, telefonlarga shu yerda kod beramiz, bu yerda kod beramiz. O'sha kod kelgan anchada tekshirib, o'sha shartda bo'ladi. Shu yerda kelgan bo'lsa, o'shani yopib tashlab tekshirishga. Ha, o'shani xohlagan logikamizni mana shu metodga yoza olamiz. Shunga o'xshagan xohlagan logikani. Masalan, parol yaratganda ham ikkita harfli parol yarata olasizlarmi sizlar? Hech yaratib ko'rganmisizlar? Yaratib ola olmaysiz chunki iloji yo'q uni. Ikkita harfli parol yaratishga yo'l qo'ymaydi hech qaysi platforma. Chunki backendda tekshirgan bo'ladi o'sha narsa. 8 tadan uzunligi kichkina bo'lsa, qaytarib yuboradi. Qaytadan kiriting. Normalniy qilib kiritasiz, keyin o'shani tekshirib joylab qo'yadi harakatga. Masalan, mana buni ham tekshirib solib qo'ysangiz bo'ladi. Mana shu yerda. Hozir tekshirishni bu yerda qilib o'tirmaymiz, chunki bu yerda xohlagan tekshirish qilsa bo'ladi. Keyingisi parolga ham qilishimiz kerak shu narsani. Public void bo'ladi. Setterlar har doim void bo'ladi. Chunki biz set qilyapmiz-ku. Bu yoqdan kirib kelgan ma'lumotni bunga set qilib qo'yishimiz kerak. Shuning uchun void bo'ladi. Void deymizda bunga set password deymiz va parametrda string password degan o'zgaruvchi kirib keladi. Endi this passwordga solib qo'yamiz. Parametrda kirib kelgan passwordni.
Mana shunaqa holatda alohida qilamiz. Konstruktor vasitasi bajaryaptimi shundan beri? Nima? Bu ikki metod bor. Aha. Konstruktor vasitasi bajaryaptimi? Ha, konstruktor ham ochsak bo'ladi. Konstruktor ham ochsak bo'ladi, lekin konstruktorsiz alohida, chunki nima yaratib bo'lganingizdan keyin siz parolni o'zgartirishingiz ham mumkin-ku. Qarang, bitta narsa tushuncha, yangi obyekt yaratilgan payti konstruktor birinchi ishga tushadi dedik-a? Bu faqat endi registratsiya qilgan paytingiz ishga tushadi konstruktor. Ya'ni siz registratsiya qilib bo'ldingiz, registratsiya qilib bo'lganingizdan keyin siz parolingizni o'zgartirmoqchisiz. O'sha obyekt bor, sizning obyektingiz bor, o'sha profilingiz bor. Profilingiz borda o'sha parolingizni o'zgartirishingiz kerak. Parolni o'zgartirish uchun mana shu set passworddan foydalanasiz. Set password. U konstruktor boshqa ishga tushmaydi. Konstruktor o'sha obyekt yaratilgan payti bir marta ishga tushadi. Tushunyapsizmi? Lekin mana bu set passwordni xohlagan joyda ishlatsak bo'ladi. Chaqirib ishlatsak bo'ladi. Biz konstruktorni chaqira olmaymiz lekin. Chunki konstruktor qanaqa nom bilan nomlangan bo'ladi? Klassning nomi bilan nomlangan bo'ladi. Klassning ichidan o'sha konstruktorni biz chaqirib ishlata olmaymiz boshqa joyda. Tushunyapsizmi? Lekin mana metodlarni chaqirib ishlatsak bo'ladi, xohlagancha. Masalan, bu yerda mana tushuntirib beraman. Konstruktor ham yozib tushuntiray mana bu yerda. Public user bu yerda ikkita qiymat kirib keladi. String phone number keyin string password. Konstruktor ham bor. Bu konstruktor faqat birinchi obyekt yaratilgan payti. Siz Instagramda birinchi profil ochgan paytingiz ishga tushadi konstruktor. Tushunyapsizlarmi? Profil ochib bo'lgandan keyin parolni o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, boyagi setterlar ishlaydi. Yana bu yerda this phone numberga solib qo'yamiz. Parametrda kirib kelgan phone number. Keyin this passwordga solib qo'yamiz. Parametrda kirib kelgan password. Shunaqa holatda endi mana konstruktor bor va setterlar ham bor. Print data ham bor pastda, uni keyin ishlatamiz. Endi bu yerda qaranglar, men tushuntiraman. User tipida user 1 degan o'zgaruvchi ochamiz va new user qilib obyekt yaratamiz, qolsini ochib olamiz. Qizil berib qoldi nima uchun? Konstruktor, parameterized konstruktor bor, no argument konstruktor yo'q, ha? Shuning uchun qiymat berishga majbur bo'ldik. Xo'p, beramiz mayli. Mana telefon raqam 93 404 55 66. Parol ket 1 2 3 4 mana shunaqa berdik. Biza deylik Instagramdan bitta profil ochdik hozir. Hozir ochdik, registratsiya bo'ldik. Endi ochdik-da buni, tushunyapsizmi? O'sha paytda konstruktordan kirib bordi ma'lumotlar. Endi biz parolni o'zgartirmoqchimiz boshqa parolga. Konstruktorga murojaat qila olamizmi hozir? Yo'q. Konstruktor yo'q, murojaat qilmaydi. Chunki konstruktor nima u? Obyekt yaratgan paytimiz boshida bir marta ishlaydigan, birinchi bo'lib ishlaydigan bitta metodga o'xshagan narsa, maxsus metod desak ham bo'ladi. Konstruktorni boshqa ishlatib olmaymiz endi. Endi biz parolni o'zgartirmoqchi bo'lsak, mana bu user bir obyektning ichidagi set password degan metodi bormidi? Bu metodning ichiga nima berib olar ekanmiz? Password. Endi mana buni qilamiz. Dot chiziqcha 1 2 3 4 qilamiz. Parol o'zgaradi endi. Pastga o'tib, user 1 degan obyektning ichidagi print data degan metodi bormidi? O'shani chiqarib ko'rsak, hozir telefon raqami o'zgarmagan bo'ladi, lekin parol o'zgaradimi endi? Parol o'zgaradi. Parol o'zgargan mana. Birinchi registratsiya bo'lgan payti ket bo'lib registratsiya qiluvdik, biz ochuvdik profilimizni, keyin o'zgartirdik dokka parolni. Endi o'zgardi mana. Demak, o'shanaqa joylarda set kerak bo'ladi bizga, setter kerak bo'ladi mana obyekt. Bular mana user klassining ichida, demak, ikkita field bor. O'shanga birinchi qiymat kiritishimiz uchun mana bunaqa konstruktor ochsak bo'ladi. Buni ochmasak ham bo'ladi, lekin birinchi obyekt yaratgan paytimiz setter orqali ham solib qo'ysak bo'ladi, konstruktor ochmasdan. Mana bunaqa qilsak ham bo'ladi mana. Fieldlari bor. Mana setterlar bor, set phone number, set password. Bu yerga kelamizda. Mana bu qiymatlarni bu yerdan emas, obyekt yaratib bo'lgandan keyin user 1. set phone number deb turib, ichiga telefon raqami beraversak ham bo'ladi mana 93 404 55 66. Va parolni ham mana shunaqa qilib beraversa bo'ladi birdaniga. Ket 1 2 3 4 deb. Obyekt yaratildi, obyektning ichidagi fieldlarga set orqali mana set phone number, set password orqali qiymat berib qo'ydik. Endi pastdan print data qiladigan bo'lsak, o'sha ma'lumotlar kelib chiqadi endi. Mana. Ya'ni biz konstruktor ochishga majbur emasmiz demoqchiman, tushundinglarmi? Konstruktor ochsanglar o'zingizlarga oson bo'ladi, birdaniga berib qo'yasizlar. Konstruktor ochmasanglar, mana shunaqa qilib ma'lumotlarni berib qo'ysanglar ham bo'ladi yangi ochilgan obyektga.
Xo'p, demak setterning vazifasi asosiy mana shu o'zgaruvchilar. Ya'ni mana bu fieldlarni private qilib, o'sha private fieldlarga, phone number, passwordlarga mana bu o'zgartmalar, metodlar orqali murojaat qilishdan maqsad nima ekan shunda? Setlar. Ha? To'g'ridan to'g'ri murojaatni cheklash. ma'lum bir shartlarni yozamiz. Ha, to'g'ridan to'g'ri murojaatni cheklab qo'yishimiz kerak. Masalan, xohlagancha to'g'ridan to'g'ri murojaat qilib qo'yavermaymiz-ku muhim ma'lumotlarga, to'g'ri? To'g'ridan to'g'ri murojaatni cheklab qo'yishimiz kerak. Shu kirib chiqib turgan ma'lumotlarni bizdan nazorat qila olishimiz kerak. To'g'ridan to'g'ri murojaat bo'lsa, biz ham nazorat qila olamiz, boya aytgandek. Demak, qaranglar, bu setter tushunchasi bu, setter. Bu setter tushunchasi. Setter tushunchasi. Ya'ni bu ikkala mana telefon nomeriga ham, parolga ham qiymat berib qo'yish uchun setter tushunchasini ochdik biz hozir. Ikkita metod ochdik. Endi o'shalarni olishimiz kerak biz. Olishimiz kerak. Ya'ni ma'lumot olishimiz kerak mana shu userning ichidan. Masalan, deylik telefon raqamini olishimiz kerak bu yo'lga. Ya'ni olib bitta o'zgaruvchiga solishimiz kerak mana bu joyda. Ola olamizmi hozir? Ya'ni bitta mana bu joyda string tel degan o'zgaruvchi ochib, barobar bilan mana shunga telefon raqamini olib shu o'zgaruvchiga solib qo'yishimiz kerak. Mana print aytani o'chirib turaman. Ob bo'ladimi? Nima deb bo'laysiz uni? User 1 tochka desak, ana u ko'rinmayapti lekin. Telefon raqam degan o'zgaruvchi ko'rinmayapti. Nima uchun ko'rinmaydi o'zi? Private o'zgaruvchi. Xuddi shunaqa. Bu setter, bu set qilish. Bu olib bermaydi, bizga qaytarmaydi hech narsa. Bu qanaqa? Qaranglar, void ko'rsatib turibdi-ku bular. Set password, set phone number, bular nima maqsadda ishlatiladi? Solib qo'yish uchun, hech narsa qaytarmaydi bular, solib qo'yish uchun, qiymat berish uchun ishlatiladi. Xo'p, olish uchun metodimiz yo'q ekan demak bizani. Endi getter tushunchasini olishimiz kerak. Get degani olish, olmoq degani, shunaqa. O'shanaqa get tushunchasini yozamiz. Demak, userni klassining ichiga boramiz. Setter tushunchasi boramiz mana. Ikkita fieldga ham bormi? Phone numberga ham, passwordga ham. Get tushunchasi yo'q, o'shani ochamiz endi ikkalasiga. Endi public bo'ladi bular, public. Lekin bu void bo'lmaydi. Hozir masalan telefon raqamini olmoqchi bo'lsam, return type qanaqa bo'ladi? String. Get phone number deb nomlaymiz nomini. Parametrda nimadir qabul qilmaydi. Chunki prosta bu olish. Va parametr nimasida, vazifasida return deymizda, this phone number deymiz. Phone numberni get qilib olsa bo'ladi endi. Parolni olish uchun public string get password degan metod yozamiz. Parametrda hech narsa qabul qilmaydi va return qilamiz this password. Endi ola olamiz. Bu yerga kelamizda bitta o'zgaruvchi ochaman, string tel degan o'zgaruvchi barobar. Ya'ni user 1 degan obyektning ichida get phone number degan metod bormi? Nima qaytarar ekan? Qaranglar. String qaytarar ekan, nimani? O'z ichidagi telefon raqamini qaytaradi bu. Shuni qaytaradi. Mana tel degan o'zgaruvchiga solib qo'yamiz va endi system out print qilib mana shu telni chiqarsak, biza ekranga telefon raqami chiqib keladi. Ya'ni bu nima uchun kerak tushuntiraman. Nima uchun kerakligini. Masalan, mana bu joyda hozir yangi obyekt yaratilgan o'zi. Yangi masalan Instagramda yangi profil yaratdik, registratsiya qildikda chiqib ketdik. Chiqib ketganimiz bilan o'sha profilimiz qoladi-ku baribir. Login qilib kirsa bo'ladimi keyin unga? Telefon raqami bilan parolni terib turib kirib olsa bo'ladi profilimizga. O'shanaqa kiradigan joyini yozamiz. Hozir o'sha paytda get kerak bo'ladi bizga. Masalan, deylik system out print ln bo'lmaydi. Deylik enter phone number deymiz. Enter phone number. Va bu yerda string skanner yo'q ham bunaqa. Deylik bu yerda static qilib ochib qo'yaylik. Static scanner keng new scanner. Mana bu main metodning ichida ko'rinish kerak-da, main static metod. Bu ham static bo'lishi kerak. Endi stringda tel degan o'zgaruvchi ochaman, prosta va mana skannerdan olamiz endi. Scanner tochka next line. Va buni ikkita qilaman. Ha? Shunaqa. Hozir yana ozroq tushuncha beraman. Hozircha mana shu password degan o'zgaruvchi ham kiritamiz. Enter phone number emas, endi enter password deymiz. Xo'p, xullas biz nima qilmoqchimiz hozir? Bizning yangi profilimiz bor. Bu profilimizdan chiqib ketganimizda qaytadan login qilib kirmoqchimiz xullas. Tushunasizlar nima bo'lish kerakligini? Xullas Instagramni o'chirib tashlab turib yana skachat qildikda yana kirmoqchimiz. Login qilib eski parol bilan profilimizga kirib olmoqchimiz.
O'sha bor u nima profilimiz. Endi bu yoqda o'sha telefon raqamini kiritishni so'raydi, passwordni kiritishni so'raydi. Qachon kiritadi? Telefon raqami bilan parol bir xil bo'lsa. Endi ifda tekshiramiz. If agar ana user bir nechidagi telefon raqamini get phone number orqali olamizmi? O'sha orqali olib, mana bu joydagi tel bilan equals qilamiz ikkalasini. To'g'rimi? Yana va deb turib nima yozishimiz kerak endi? Va user bir nechidagi get password qilib passwordini olamizda, bu bilan equals qilamiz. PS degan o'zgaruvchini. Agar ikkalasi ham teng bo'lsa, zo'r bo'ladigan bo'lsa, system out print elenda success deymiz. Else holatda system out printda shaygan qaytarilib ko'rdingiz. Hop, xullas, endi mana shuning uchun ham kerak mana get phone number bilan get password. To'g'ridan-to'g'ri o'zgaruvchiga murojaat qilib olmayapmiz, через bitta metod orqali olyapmiz. Endi buni telefon raqami mana ekan, paroli mana bunaqa. Ishlatib ko'ramiz endi run berib. Demak, telefon raqam 93 444 55 66, parol profilimizga kiritdi. Profilimizdan foydalansak bo'ladi endi. Demak, endi mana bu joyga qarasanglar, bizada ikkita field bormidi? Ikkita o'zgaruvchi bor edi, klass o'zgaruvchisi field. Va o'sha fieldlar bilan mana bu metodlarni bog'lab ishlatyapmizmi? Mana shu fieldlarga aloqador metodlarmi? Mana shu 4 ta metod. Ikkita tushuncha dedik. Qanaqa tushunchalar ekan? Setter tushunchasi maqsadi o'sha o'zgaruvchilarga set qilib qo'yish ma'lumotlarni. Va pastdagi mana ikkita tushuncha, mana ikkita metodning tushunchasi getter. Getter tushunchasi, ya'ni get qilib ma'lumotlarni olish. Demak, bu yerda enkapsulatsiya degani klass ichidagi fieldlar va metodlarni bog'lab bitta qilib ishlatish. Ya'ni biz o'zgaruvchilarni private qilamiz va getter, setter metodlarini ochamiz. O'sha orqali field va metodlarni bir-biriga bog'lab ishlatish enkapsulatsiya deyiladi. Encapsulation mana shu tamoyil hisoblanadi. Demak, muhimlilik darajasini ham tushunyapsizlarmi? Chiqib turgan ma'lumotlarni boshqarib, xavfsizligini ham ta'minlaymiz biz proyektimizni. Endi getter va setter o'zining xavfsizligi yo'q. Ya'ni bu yerdagi o'zining xavfsizligi mana bu ichidagi tekshirish bilan bo'ladi. Masalan, set password qilib bunga parolni ulab qo'yaptimi? Mana shu yerda kirib kelgan parolni tekshirib ulab qo'yamiz mana bu yerda masalan. Set password. Mana if deb turib, set passwordning vazifasi o'sha parolni o'rnatib qo'yishmi? O'sha yerda endi parametrda kirib kelgan passwordning lengthi agar katta yoki teng bo'lsa 8 dan shundagina set qilib qo'y deymizda, mana shunaqa qilib. Else holatda error bersak ham bo'ladi. Else ni yozmay tursak ham bo'ladi hozir. Ha, siz nimaga tekshirmoqchisiz? O'zingizga bog'liq. Masalan, uzunligi 10 dan ko'p bo'lsinmi, qanaqa bo'lsin, o'zingizga bog'liq, ha? Ha, o'shanaqa logika bo'lishi mumkin. Kamida bitta katta harf, kichkina harf, belgi, raqam qo'ysin parolga. O'shalarni ham logikasini mana shu yerda yozib qo'ysangiz bo'ladi. Ya'ni parolni prosta tak set qilib qo'ymasin. Qanaqadir sizni o'zingizni shartlaringiz bo'lsin. Tushunarli? Masalan, Amerikaga kirish uchun, Amerika chegarasidan kirish uchun Amerika vizasi bo'lishi kerak-ku. O'shanaqa o'zi shartiga siz o'sha shartiga nima bo'lsangiz, shartiga javob bera olsangiz kirasiz, to'g'rimi? Bu yerda ham mana bu password degan o'zgaruvchimizga qiymat solib qo'yish uchun nima bo'lishi kerak? Kamida 8 dan uzun bo'lishi kerak uzunligi. Shunaqa kirib chiqib turgan ma'lumotlarni boshqarishimiz kerak. Demak, encapsulation degan tamoyil shuning uchun kerak bizga. Bitta tushuncha bu. Tushuncha, bitta usul. O'sha usul bilan biz kod yozadigan bo'lsak, hammasi idealniy bo'ladi. Tushunarli? Yana sizlar yozinglar, mana shunaqa user degan klass ochinglar. User klassini, phone number, passwordini ochinglar va getter, setter metodlarini ham yozinglar. Hamma yozsin. Yangi proyekt ochsanglar ham bo'ladi. Encapsulation lesson 2 deb.
Nima? Tushunmadim. Ha, yo'q, proyekt ochib oldinglar a? Ha, user degan klassni ochdinglarmi? Ha, birinchi main bo'ladi, mana main class. Keyin user degan boshqa yordamchi klass. Bu user klassining ichida phone number, password degan fieldlar bor. Pastda getterlar. Get phone number bilan get password.
user bo'lgan bo'lsanglar, main ichida mana bunaqa narsa yozdik. Xo'p, bo'lib qoldinglarmi?
set ichiga berishingiz kerak. Hı? Sizda nima bormi? Konstruktor bormi? Konstruktor yo'q-a? Bunaqasi ham bo'ladi. Mana setterlar bor, setterlar orqali mana bunaqa bera olsangiz ham bo'ladi. Ikkalasiga. Xo'p, bo'ldimi? Yozib oldinglar-a? Xo'p, bo'lgan bo'lsanglar qaranglar. Keyingi qismlarda nima ko'ramiz hozir? Demak, qaranglar, nimaligini tushunib oldik-a? Encapsulation. Endi mana bu narsa nimaligini tushunasizlarmi? Field bilan metodni o'rtasiga plus qo'yib qo'ydim. Ya'ni encapsulation degani field bilan metodlarni bir-biriga bog'lab ishlatish. Private metodlar ochib, ularga murojaat qilish kerak bo'lgan getter setter metodlari bilan ishlatish. Ya'ni private fieldlar ochamiz. Private fieldlar. Ularga murojaat qilish uchun getter setter metodlar bo'ladi. Encapsulation. Xo'p. Data hiding nimaligini-chi? Buni tushuninglarmi? What is data hiding? Ha? Bu data hiding degani klassning ichidagi, ya'ni obyektning ichidagi ma'lumotlarga kirib chiqishni nazorat qilish desa bo'ladi. Ya'ni bu ma'lumot saqlab qolyapti-ki, u ma'lumotni Yo'q, kirib chiqib turgan ma'lumotni nazorat qilish degani o'sha metod orqali через metod boradigan qilib qo'yish degani. O'zgaruvchiga через metod bilan boradigan qilib qo'yish mana shu data hiding desa bo'ladi. Xo'p, what is getter and setter? Bu nima degani ekan? Getter bilan setter. Tushunchalarni tushunib oldinglarmi? Getter tushunchasi nima degani o'zi? Obyektning ichidagi ma'lumotni olish, setter obyektning ichiga ma'lumotni solish setteri. Xo'p, bularni ham tushunasizlar endi. Common mistakes while implementing getter and setter methods. Qaranglar, bitta narsa bor. Eng ko'p uchraydigan xatolar bor. Mana shu getter setter metodlarini ochishda, getter setter metodlarini yaratishda ko'p uchraydigan xatolar bor. O'shalarni ko'rishimiz kerak. Masalan, biz user klassini ochganmiz. User klassini ichida set phone number deb qo'yganmiz. Bundan bilamizki, phone numberga set qiladigan metod bu, to'g'rimi? Endi metodning nomida set bo'lishi kerak, majburiy emas lekin. Set bo'lishi kerak, lekin ko'p uchraydigan xatolardan bittasi mana bunaqa phone number deb qo'yish. Phone number. Bu set qiladigan phone numbermi yo get qiladigan phone numbermi? Bilib bo'lmay qoladi. Shuning uchun konkret o'sha nomlarni konkret yozish kerak. Mana bunaqa qilib. Set phone number bo'lsa, demak biz bu yoqda bilamizki, o'sha set phone number metodi set qilishadi. Masalan, qaranglar, mana bu joyda nomini yozib qo'ysak, phone numberni o'zini yozib qo'ysak. Mana shunday qilib phone numberni o'zini yozsak-da, keyin bu yoqda chaqirgan paytimizda mana bularni yozmay turaylik. User 1 tochka phone number degan metodi bor mana. Phone number string qabul qilar ekan, mana bu joyda get phone number bor ekan. Mana shu get phone number ham agar ikkalasi ham phone number bo'lganida umuman ishlamaydi. Qiyin bo'lib qoladi. Mana bu ham masalan phone number bo'lsa, masalan user 1 phone number, ikkita phone number bor. Getter setter degan narsasi yo'q. Ya'ni ko'pchilik degan xatolardan bittasi desak bo'ladi. Mana shu narsani ko'pchilik getter setter degan joyini yozmay qo'yadi. Konkret yozib qo'yish kerak. Menimcha tushunarli, qisqacha mana shu narsa. Set qiladiganmi? Ya'ni phone numberga set qilmoqchimizmi? Set phone number. Phone numberni olmoqchimizmi? Get phone number. Shunaqa getter setterlarni konkret yozib qo'yish kerak. Xo'p, shunga o'xshagan ko'pchilik degan xatolar bor va yana bitta narsa, qaranglar. Ahamiyat berdinglarmi? Mana bu fieldlar private access modifierda. Metodlar bo'lsa public access modifierda. Ular public.
Endi qaranglar, mana shu metodni bittasini, mana bu set phone number metodini public emas, private qilib qo'ysak nima bo'ladi? Nima deb o'ylaysiz? Yana bitta uchun undan ham o'tadigan yana bitta Shunaqa bo'lib qoladi. Main ishlatiladi. Ha, через bu ketishi bo'lib qoladi buning uchun. buni ichiga yana bitta yozish kerak, o'sha nazar qiling, to'g'rimi? Yo'q, ya'ni private qiladigan bo'lsak, hozir ko'rinmay qoladi. O'zi kerak emas yana bitta yozish. Bitta yetadi. Mana bu set phone number degan ko'rinmay qoladi. Agar ko'rmasa uni kerak yo'q. Ha, shunaqa. Set phone number ko'rinmayapti? Set yo'q, mana set phone number degan password bor. Phone number degan ko'rinmayapti. Ko'rinish uchun private emas, public bo'lishi kerak. Xuddi shunaqa. Mana aytganim o'sha yana bitta o'sha nima yo'qsa, xavfsizlik nazorat kuchliroq qilmaydi. Ikkita metr yozib qo'ysak. 5 ta yozib qo'ysak, через boradigan. Yo'q, foydasi yo'q. Buni ichida hech qanaqangi if bilan tekshirmasak agar ma'lumotni 100 ta yozsak ham undan foydasi yo'q. Baribir boradi o'sha ma'lumot o'sha yerga. Mana shu tekshirishimiz eng muhim. Hop, demak, set phone number endi chiqdi. Ichiga yozib qo'yamiz bu ma'lumotni. Demak, agar bu yoqdan ko'rinmay qolsa, esda bitta qarab qo'yasan, mana public mi o'zi rostdan ham. Private olib qo'ygan bo'lsa, agar ko'rinmaydi. Tushundinglarmi? Xo'p, shunaqa joylari. Demak, endi keyingi slaydda nimalar? Endi package tushunchasi bor. Package and access modifiers. Как раз mana shu access modifierlarni yaxshilab o'rganishimiz kerak endi. Package bilan birga keladi access modifierlar. Shuning uchun mana shuni o'rganishimiz kerak. Demak, endi buning uchun mana shuni ichida yangi package ochib ko'rsataman. Yangi proyekt bilan ko'rsatib mana shuni. Lesson mana bu 2, lesson 2 yangi proyekt bilan ko'rsatib beraman. Lesson 2 bo'ladi shunda. Ikkinchi darsning ikkinchi qismi. Malachi. Siz darsni boshlanadi dedingiz? Xo'p, qarang, keyingi dushanba kuni bo'ladi, keyingi darsimiz juma kuni bo'lmaydi, uni eshitdingizmi? Keyin yana bitta narsa, dushanba kunidan qatnashasizmi oxirigacha darsi? Yo, dushanba kuni ham tugamaydimi universitetingiz? Qachon tugaydi o'zi? Universitet qachon tugaydi? Endi boshlandi. Zaoshnimi? Sessiyalar bo'yicha. Dushanbadan bo'lgan oxirigacha davom etadi. Bo'ldimi? Xo'p, qaranglar, package ochamiz. Mana buning ichida lesson 2 degan proyektimiz ichida bitta package ochishimiz kerak bo'lsa, masalan, mana bu directoryni tanlaydik, to'g'rimi? O'shani tanlab, mana directory ochamiz. Masalan, prosta mana bunaqa yozib qo'ysak ham bo'ladi, klasslar deb turib. O'zbekcha yozsak ham farqi yo'q. Masalan, klasslar mana ochdik. Endi bu klasslar degan package ning ichida bitta klass ochmoqchi bo'lsak, klass degan joyi chiqmay qoladi. Sababi bu root package emas. Buning uchun mana bu joyga oxirgi kelamiz, mark directory as degan joyga kirib, sources root deganni bitta bosib qo'ysak, endi mana ko'p bo'ldi. Asosiy papka bo'ldi, root papka. Buning ichida klass ochsak bo'ladi. Endi buning ichida klass emas, yana bitta package ochaylik. New dedik. Endi qaranglar, package deb chiqib qoldi. Endi root papka bo'lganligi uchun root papkaning ichida hammasi как положено bo'ladi. Class, package. Mana shu package ochamiz endi. Buning ichida endi boshqa mana bunaqa deymiz. Package nomini entity degan bitta package ochamiz. Mana entity package. Va yana bitta package. Controller degan yana bitta package ochamiz. Va controller packagening ichida bitta main degan class ochaman. Main classning ichida main metodi bo'ladi. Va buni run berib ishlatsak bo'ladi. Entity packagening ichida boshqa class yarataman. Entity packagening ichida masalan o'sha user degan classni yaratamiz. User class mana. Endi main klassi qaysi papkaning ichida turganligini ko'rdinglar mana. Package controller deb yozib qo'ydimmi? Agar mana shu narsa yo'q bo'ladigan bo'lsa, mana shu main class ishlamay qoladi mana. Qaysi papkaning ichida turganligi ma'lum bo'lib turishi kerak mana shunaqa. Package controller. Endi mana bu entity-chi, ana user entity packagening ichidami? Xuddi shunaqa. Main bilan user boshqa papkalar turibdi. Endi qaranglar, userning ichida bitta field yarataman. String name. String name. Access modifierni yozmadim. Access modifier yozmaydigan bo'lsak, uni access modifieri default bo'ladi.
default bo'ladigan bo'lsa, boshqa papkalardan ko'rinmaydi, faqat shu ichidagi papkalarda ko'rinadi. Ichidagi papkani, mana bu entity papkani ichida boshqa klasslarda ko'rinishi mumkin. Boshqa papkadagi klassdagi ko'rinmaydi mana shu field. Ya'ni, hozir tushuntiraman, main ichiga boraman-da. Userdan yangi obyekt yarataman. User ko'rinaveradi. User teng new user mana. Endi mana shu userning ichida name bormidi? Hozir bu yerda name ko'rinmayapti lekin. Qaranglar mana. User degan obyektni yozib, name ni chiqarmoqchi bo'lsam, name chiqmayapti. Sababi u name degan mana bu field'i default access modifierdir. Agar buni public ga o'zgartirsak-chi, public ga. Endi chiqadi. Mana user deb yozamiz mana. User.name chiqdi endi, ko'rdinglarmi? Public bo'lsa chiqadi hamma joydan. Default bo'lsa faqat bitta papkaning ichidagi klasslarda ko'rinadi. Bitta papkaning ichida. Shunda sizlar defaultni, publicni, private'ni tushuntirsanglar bo'ladi hozircha. Yetadi. Agar access modifier yozmasak nima bo'lar ekan? Mana bu joyda user klassining ichida mana bu fieldga yozmasak. Access modifier yozmasak, access modifier default bo'ladi. Default access modifierda faqat bitta papkaning ichidagi klasslarda ko'rinadi. Ya'ni hozir mana bu entityning ichida yana bitta klass olsam, masalan, card degan, o'sha userning kartasi bo'lishi mumkin masalan. Endi mana shu card deganning ichida bitta nima yaratib olsak, masalan, main metod yaratib, userdan ochsak yangi obyekt, user teng new user. Keyin user nuqta desak, name ko'rinyapti. Mana name ko'rindi. Bunga mana qilib alini solib qo'ya olamiz bemalol. Ali. Bu qaranglar, card bilan user bitta papkaning ichidami? Entity papkasining ichida. Lekin mana bu user bilan main boshqa papkadami? Userning ichidagi name main klassdan ko'rinmayapti, boshqa papkaning ichidagi klassda ko'rinmayapti. Lekin anonni nimaga ko'rinishi shunda mana bu carddan? Yo'q, public emas. Default hozir access modifier. Default bo'ladigan bo'lsa nima bo'ladi? Ya'ni bitta papkaning ichidagi klasslarda ko'rinadi xolos, boshqa papkalarga ko'rinmay qoladi. Hamma joydan ko'rinishi mumkin, bitta papkaning ichida ko'rinishi mumkin, hech qayerdan ko'rinmasligi mumkin. 3 ta tushunchani bilib turinglar hozircha. Tushunasizmi? Bitta papkaning ichi, xolos bitta mahallaning ichi, bitta papkaning ichi yoki butun dunyoga ko'rinishi mumkin, yoki bo'lmasa uni hech qayerga uy ichida ko'rinishi mumkin. Shu 3 ta tushunchani bilib olinglar hozircha. Demak, default bo'lsa nima bo'lar ekan? Yaxshilab tushunib oldinglar? Umarjon, tushundingizmi default nima bo'lishini? Eshitmay qoldingizmi? Yozmay turing, qarang, notebook yoqtiring-da. Chalib qolsin. Default tushundinglarmi? Hamma tushundimi? Murod, tushundingizmi? Ha? Default so'ragan odam eshitmay qolyapti o'chata. Muhammadjon, tushundingizmi? Default bo'lsa nima, qayerdan ko'rinar ekan default bo'lsa? Tushundimi? Qolganlar ham hamma? Default mana bu, agar access modifier yozmasak, o'zi default bo'ladi bu. Default bo'ladigan bo'lsa, bitta papkaning ichidagi klasslardan ko'rinadi.